Qarshi karvon mol bozori. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hammaga xayrli tong. Bugun 9-avgust sanasi bilan Qarshi karvon mol bozoriga yetib kelganmiz. Xudo xohlasa narx-navolarni tanishtiramiz. O'z qo'l-ko'zlar tomonidan boshlaymiz do'stlar. Kuzatib boringlar, like, podpiska boshlaysan chiqmasin, kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Ana boshladik. Bepul reklama berish xohlaysizmi? Unda videoni o'tkazmasdan ko'ring do'stlar. Play Market ilovasiga kiramiz. Poisk bosib, unda chorva bozor deb yozib olamiz do'stlar. Chorva bozor deb yozganimizda chorva bozor ilovasi chiqib keladi. Chorva bozorga bosib, uni yuklab olamiz va kirib ichiga mana ruxsatnoma beramiz, e'lonni bosamiz va raqamlarimizni kirgizamiz. Raqamlarni kirgizgandan keyin tasdiqlash kodi SMS bo'lib keladi. Tasdiqlash kodini kirgizamiz. So'ngra e'lonni bosamiz. E'lonni bosganimizdan keyin ichkarida mana bu sotadigan qo'ylaringiz, mollaringiz haqida rasmlari bo'lsa, o'shalarni yuborib, bosib mana. Keyin sarlavhaga qanaqa 10 bosh qo'y yozsak, mana misol 10 bosh qo'y. 10 bosh qo'y yozdik. Kategoriyaga tushamiz hozir. 10 bosh qo'y sotiladi mana sarlavhasiga. Kategoriyaga tushib, qo'ylarni belgiladik. Narxini yozamiz. Valyuta so'mda narx kelishiladi. Tasdiq shoshiling. Viloyat manzil Qashqadaryo mana Qarshi belgiladik. Kun manzilingizni yozasiz. Miqdori, qo'chqor soni aralash, zoti, qanaqa, qisqasi vaznlarni kirsalaringiz bo'ladi va e'lonni bosasiz. Tekin e'lon joylandi. Bunaqa foydali kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun like, podpiska bosish esdan chiqmasin do'stlar. Sog' bo'linglar. Bismillah. Do'stlar, mana bozor boshlanib ketgan. Avjida savdolarni so'raylik, xudo xolasa. Qaysi savdo bo'lyapti? Mana bu. 11 million 300 berilmayapti. Shakma aka bilan? Shak qo'shqor. 11 million 300 ga savdo bo'lyapti, berilmayapti. 11 million 300. Mana, savdo qiladi. 11 million 300 ga yo'q. Bozorlaringiz bersin. Assalomu alaykum. Nech pul so'radingizlar? Bu nech pul deyapsiz? 6 million bermayapsizmi? 3,5 dan 7 baho qo'yapsiz, ha? Mana 3,5 dan 7 baho qo'yilib, 6 millionga akamiz so'rayapti. Yo'q. Urg'ochimi ular, qo'chqormi? Urg'ochi o'rtaga tushirmaylar lekin. Biri urg'ochi, biri qo'chqor. Bitta urg'ochi, bitta qo'chqorchi ekan bo'lsa, 6 millionga jazman savdosi yo'q, 7 baho qo'yapti. Bozorlaringiz bersin. Yo'q, yuzimda tushirmaylar lekin. Akalar, qaysi savdo bo'ldi? Assalomu alaykum. So'ra qilavering. Yep. Aha, aytavering. 7 million 200 ming yo'q deyapti. Bir joyga so'radingiz, ha? Nechtadan tuqqan ekan soliqlar? Birov qo'zi hali. Bittasi qo'zi ekan. Bu 3 ta tuqqanmi deyman, ha? 2 tuqqan ekan bo'lsa, 7 million 200 ga kelasi berilmayapti mana. Baho beraveramiz, kommentariyada fikr yozib qo'ying. Bozorlaringiz bersin. Xo'p, yuraylikchi. Aka nech pul deyapsizmi qo'zi-qo'chqorlar? 7 million. 7 dan baho qo'yapsiz, ha? Tish yormagan, ha, hali aka? Hali qo'zi ekan do'stlar, tish yormagan. 7 dan baho savdo so'rashdimi aka? Yo'q, hozir keldi. Hozir kiribdi akamiz, bozoringizni bersin aka. Xo'p. Yuraylikchi. Nech pul so'rasiz qassob bu? Hali shuna so'raganmi? 7 deyaptilar. 7 baho qo'yaptilar. Shakmikan bu? O'ynayapti-da, qaraymiz. Chiqaring qarshini internet. Ayting, nech pul deyapsiz? Nech pul so'radi? 7,5 deyapman. Aha, 7,5 ga 7. 5 so'rayaptilarmi? Qaysini so'radi? 5. Endi 1 so'm so'rasa ham bozor birinchidan, million aytsangiz ham, 100 million aytsangiz ham mol sizniki, hech kim qarshilik bildirmaydi. Mana. Voiz tushiring. Doim bu yosh yerda. Mana. Ko'raveringlar. 7 baho. Nech pullar torta? 5,5 ga chiqdingizmi endi? Bunisini 5,5 ga chiqdi akamiz. Mana. Dumlari osilgan ekan, qisqasi shirin go'shi bo'ladi. Bozorlaringiz bersin. Voy, nima qilib tashadi? Nech pul so'radingiz aka? Assalomu alaykum. Nech pul so'radingiz? 3. Nech baho qo'ydingiz? 4. 35,5 ga bermayapsiz, ha? Qo'chqormi, urg'ochimi? Qo'chqorchi 35,5 ga yo'q, savdosi bor. Mana.
Gap. Bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nech bilyapsiz bu qo'zilarni? 4 million. Urg'ochi qo'chqor bular? Qo'chqor qo'zilar do'stlar 4,5 dan baho savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 3,5 dan bir joyga bermadingiz a? 3,5 dan bir joyga yo'q do'stlar. Mana dumbalariga e'tibor beramiz. Qaysi baraka bo'ldi lekin tog'alar assalomu alaykum. Nech pulga baraka bo'ldi? 3 million 300. Urg'ochimi? Urg'ochi qo'zimiz 3 million 300 mingga baraka bo'libdi mana do'stlar. Olgan ham, sotgan ham baraka topsin akalar, sog' bo'linglar xo'p. Aka bu nima deb yozsa chiqar? Assalomu alaykum aka, nech pul deyapsiz bularni? 5 dan. Shakmi bular aka? Hali qo'zi tishda deyapti akamiz, 5. Qo'zi deyaptilar. 5 dan bahosi. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 42 dan bir joyga so'rashdim. 42 dan bir joyga yo'q. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Qo'zimi aka bular hammasi? Nech puldan baho qo'ydik bularga? Bahosi qanday bo'ldi aka? Bahosini nech puldan qo'yapsiz? Hozir 6 milliondan. 6 dan. Urg'ochimi, qo'chqormi bular aka? Qo'chqor qo'zilarimiz 6 dan baho qo'yapti. Bozoringizni bersin, bahosi baland ekan do'stlar. Xo'p. Savdo. O'zini chiqiribchi. O'zlariga 4 million 200 dan. 4 million 4 million 200 dan. Shuni o'zinimi aka? Yo'q, hammasi. Hammasi bir joyga 4 million 200 ga so'rashibdi, yo'q. Mana. Qo'chqor aka uchalasi. Ya'ni bozoringiz bersin. Mana. Tog'a nech puldan aytasiz bularning bahosini? Bular 4 dan deyapmiz. 4 dan. Urg'ochi qo'chqor bular? Qo'chqor qo'zilar 4 dan bahosi. Savdosi bo'ldimi? Savdosi bo'ladi. Qaysi so'raldi aka? 10 bo'lyapti, 9,5. Uchalasi bir joyga. 9,5 10 gacha so'raldi deyapti. Uchalasi bir joyga. Bozoringizni bersin aka. Ber oltinni ola bola. Men Nechimi so'rang? Nech pul so'radingiz aka? O'zimi? Mana o'zi Nechta tuqqan aka bu? 3ta 4ta tuqqan deb 6 millionga so'radi. Baho necha qo'ygan? Necha bering deyapti aka? 10 deyapti, so'raysiz deyapti. 6 million mana akam so'rayapti. Yo'q. Mana savdosi. Aka qaysini so'radingiz? Assalomu alaykum. 700. Mana shuni, ha? Urg'ochimi? Urg'och qo'zimiz 3 million 700 ga mana qo'l siqib turibdilar. Yo'q, bermayapti. Baho necha qo'ygansiz aka? 5. Wow, 5,5. Gapimda tiqilib qoldim, uzr. 5,5. Mana 3 million 700 ming akamiz so'rayapti. Gap yo'q. Bozorlaringizni bersin. Xo'p. Raylikchi. Bular kiryaptimi? Xo'p, ana sog'lar. Nech pul so'radingiz? Assalomu alaykum. 2 million 800 ming so'radi. Oddoshingga Qaysini? gapiraver, oddoshingga. Mari Otash bu mana 2 million 600 ming so'ragan ekan bu. Aha, xo'p, urg'ochi. 800 ming so'rayapman bu. Yo'q. Bozor 2 million 600 so'ragan, 2 million 800 ga chiqib hozir akamiz so'rab turgan joyi mana shu urg'ochi qo'zimiz. Bahoni qanday qo'ygansiz, palon? Sizlar 3 million bo'lsa sotaman deyapti. 3 milliondan o'tar. 3 milliondan o'tarasiz. Ha, o'tamizmi? 3 milliondan o'tamiz ya aka, savdoni qiling qani. 200 ming bozordan baland so'rayapman. Kam so'rayapman. Berib qo'ya. 3 bo'lsa oling deyapsizmi siz, palon? 3 bo'lsa oling deyaptilar ekan. Yarim. Bozorlaringiz bersin akalar. Xo'p. Tak ketdik. Mana bu qo'zilarni so'raylik. Aka, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti bu qo'chqor qo'zilar? Hammasi qo'chqor aka. 3,5 dan bir joyga baho qo'yilyapti do'stlar. Mana qo'zilarga baho beramiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Savdosi. Nech puldan so'radi? Qaysi savdo bo'ldi? Bir joyga. 28 dan bir joyga. o'zini ham bir tushirib yuboring. Moldalarda. Shunday mol olishga kelganmiz. Moli ham ko'rsat Ya aka qo'ying. Malol basin. Aka tushiring desa gap yo'q. Mana shu mol egasiniki shu deb aytaman. Bir tushirib yuboring. Shuni bir tushirib chopadi yegin. Aka bo'ldi mana. Bozorlaringiz. Barakani bering. Nech pul so'raldi? Aka, assalomu alaykum. Qaysi? Shumi? Ikkalasimi? Ikkalasi bir joyga 6 million bermayapsiz aka? Ikkalasi bir joyga. Endi aka aytib bo'lami? Bozorda endi bu. Mana ikkalasi 6 ga berilmayapti. Nech pul deyapsiz aka? Qo'shsinmi? 6,5. Bozorlaringiz bersin. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz bular qo'zilar?
5,5dan devam. 5,5dan Qo'chqora, to'qlilar. Mana do'stlar, to'qlilar. 5,5dan bahosi. Aka savdosi bo'ldimi yo'qmi birontasi? 4 million 500 ming. Bir joyga. 4,5dan bir joyga yo'q do'stlar. Mana o'zi to'qlilar. Qo'chqorga borib ko'rsanglar, xudo xolasa to'l beradigan mana. Mana bo'y baslari chiroyli ekan. Gapi. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Mana bu qo'chqorimiz savdo bo'ladi. Nech pul so'radingiz aka? 6 million 200 mingga mana bu qo'chqorimiz savdo bo'ladi. Yo'q. Mart kelsin, mart ketsin. Shunga. Nurbek aka nech pul baho qo'yapsiz o'zi? 7,5 so'ra. Nurbek aka. 7,5 endi Balanov shakmi? 7 bersin mana. Shakmi? Shak. Akamiz 7 bermasligini siz ham men ham bilaman, lekin bozorlaringiz bersin. Mana Bak savdo. 50 ham qo'shdim. Nechtasi savdo bo'ladi? Yana bir gap. O'zi Xohlang, hammasi. olsin xohlang. Otdan baland turmaydi. Nech pul so'radi aka? 5 millionga yo'q, ha? 5 million mana. O aka. 5 millionga so'radi. Shakmi aka bu? Shak. 5 million. Bahoni qanday qo'ygansiz? Baho pasini 6 million degan. 6 bahosi 5 millionga yo'q, berilmayapti. Mana. Orqalaridan ko'ringlar. Bozorlaringiz bersin aka. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Qo'chqorlar bahosi qanday bo'lyapti aka? 7 milliondan bahosi. Aka savdo bo'ldimi birontasi? Hali savdo bo'lmadi, hozirgi. Bozor eng baland qo'chqorlari mana deyman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar tog'a? Chorimi, panjimi bular? Chori qo'chqorlar. Bahosi qanday bo'lyapti tog'a? 20 dan ha, bahosi. 20 dan bahosi do'stlar, mana. Bular ana undan ishini bajarib kelyaptimi deyman, suruvdi ichidan. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana do'stlar. Mana. Gap yo'q aka. Xo'p, mana ko'ringlar, 20 dan bahosi, bo'y basi baland ekan, qisqasi suruvdan qo'ylarning ichidan kelyapti. So'raldimi yo'qmi tog'a? 1 metr ekan. Birdan baland ham ekan mana bu. Hali savdo bo'lmadi aka? Hali savdo bo'lmabdi mana do'stlar. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Xo'p. Do'stlar, naslli qo'chqorlar so'ragan. Naslli qo'chqorlar so'raganlar bor edi. Hozir shularni bir so'raylik. Assalomu alaykum. Falon yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz qo'chqorlar? 12dan deyman. 12 dan bahosi. Yoshlari qanday bular? Shak qo'chqorlar, do'stlar, 2 tish shak qo'chqorlarimiz 12 dan baho qo'yiladi. Dumalariga e'tibor beramiz. Savdosi bo'ldimi yo'qmi birontasi? Hali bironta savdo bo'lmadi. Mana savdo bo'layotgan joyga boraylik. Qaysidir so'ralyapti-da. Assalomu alaykum. Qaysini so'rayapsiz, tog'a? Savdosi chiqdimi aka birontasini? So'rab turibdi. Nech pul so'rashdi? Qaysini so'rashdi? Qizil nech pulga chiqdi? 17 so'ramiz. 17 so'rayapsizmi, tog'a? Mana. Qancha deyapsiz? Mana shu 17 so'rab qizil. bermoqdilar. Yoshi qanday aka? Shak 2 tish. Mana shu. Bitta tishini ko'rsating mana. 17 millionga yo'q mana savdo. Mana 2 tish. Mana 2 tish. Mana Mana do'stlar. Hammasi shay deyapti tog'amiz. Tog'a bormi bulardan yana? bor. Bozordan arzon qilib beramizmi uyda? Mahalla qayerda? Mahalla G'uzor tumani. G'uzor do'stlar. Men hozir nomer qoldiramiz. Naslli qo'chqor so'raganlar bor edi do'stlar, mana qo'chqorlar baho beramiz. Aka uydagilar bo'y basti, rangi ro'yi. Bundan ham balandlari bor-a? Bozordan yengil qilib beradi xudo xolasa akamiz. Nomer aytingchi? Mana yo'g'on ekan qayerda. 99 bilan 344 1675 raqamlariga akamiz chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, do'stlar, endi qo'zilar tomonga o'taylikchi. Mana do'stlar, yosh, puli arzon qo'zilar bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Aka, qo'zilar bahosi qanday bo'lyapti? Qo'chqor urg'ochi bular aka. Hammasi qo'chqor qo'zilar ekan do'stlar, mana. Kechki qo'zilardan-da. Mana ko'raveringlar. Aka, bahosi qanday bo'lyapti buni? Bahosi 3,5 dan bo'lyapti. 3,5 dan baho qo'yasiz bir joyga, ha? 3 milliondan so'rashyapti. 3 milliondan bir joyga bermayapsiz. 3,5 dan bahosi 3 milliondan bir joyga yo'q. Qo'zlarga baho beramiz, kommentariyada fikr bildirib qoldiramiz do'stlar. Mana ko'raveringlar, yosh qo'zlar. Hozir bu orqasida yana yosh qo'zlar bor ekan. Tomonga o'taylik. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Ulan so'raylikchi. Aka, assalomu alaykum. Qo'zlar bahosi nech pul bo'lyapti? 3 milliondan qo'yapsiz. Urg'och qo'chqor aka bular? Aralash ekan do'stlar, 3 milliondan bahosi mana. Kechki qo'zilarimiz. Aka, savdosi bo'ldimi yo'qmi? So'rashdimi? Endi savdo bo'ldi deyapti. Men narx-navosini bilib qo'yinglar. Aka, bunaqalar qo'zlardan bormi, yosh qo'zlardan, kech qo'zlardan? Shu oxirdan. Oxirini olib chiqdi akamiz mana. 3 milliondan baho qo'yishyapti.
2,5lardan bitadi aka, bir joyga ko'tarib so'raysiz, ha? Ko'rsatib beraveramiz. Dehqonchilikmi? Mana akamiz dehqonchilik ekan. Aka endi bu bozordan ortmaydi, nomeringizni qoldiraylik desak. Bozoringiz bersin aka, charchamang. Xo'p do'stlar. Mana savdo bo'lyapti. Aka bu tushirmang aka, xo'jalik bo'lsin. Bahosi qanday bo'lyapti? Savdo bo'lgan, savdo qaytadi. 3,5 baho qo'yilgan. Necha pul so'rashdi? 2 million 200 dan baraka o'tib, ega sal ko'mitib qo'ydi. Bozorlaringiz 2 million 200 dan baraka deyildi deb hozir summasida kelisha olmay qolibdilar. Chek hisoblanmagan ekan shekilli. Mana bu qo'zilarni ko'ringlar do'stlar. Xo'p. Qo'chqor qo'zilarni deyman. Assalomu alaykum. Akalar zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xormaysizlar. Chorvaga baraka. Qani, aka, bahosi qanday bo'lyapti? Qo'chqor qo'zilarmi deyman hamma? 3 million 300 dan akamiz baho qo'yapti. Suyuq quyuq. Rasprodaja gap yo'q. Aka nechi puldan bitadi? 3 million 300 dan bo'lsa beramiz aka. Baho 38. 38 baho. Aka ko'ring qo'zlardan. 3 million 300 dan bo'lsa beramiz deyapti do'stlar. Qo'zlar baho beramiz. Mana. Ko'ring aka. Akamiz birinchi marta kelayotganimiz oldi. Qulay narxda qilib beradi doim. Bormi buni orqa izi bormi yo'qmi aka? Yo'q, olib chiqildimi? Hammasi. 35 ta bor ekan do'stlar bu yerda. Aka, xo'p. 33 dan o'tamizmi yo'qmi? 33 oxirimi? O'tib beramiz, xayr sunnatiga. Xayr sunnati o'tib beramiz. 33 dan bo'lsa respublika bo'yicha dastavkasi bor. Mana do'stlar. Xayr sunnati o'tib beramiz deb 33 dan respublika bo'yicha dastavkasi bor. Nomer aytingchi aka. 95lik 95 bilan 950 950 45 49. 45-49 raqamlarga mana shu akamiz chiqaverasizlar do'stlar. Qo'zlar baho beramiz. Osilib qo'ygan dumalar yo'q. Bozoringizni bersin. Do'stlar, mana qizil qo'zlar tomonga o'tdik. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nechi pul deyapsiz qo'zlar? 4dan kam bor aka. 4dan kami bor. Hammasi qo'chqor aka? Hammasi qo'chqor do'stlar. Mana rangi ro'yi sarg'ishlarga qiziqadiganlar uchun hammasi qo'chqor ekan. 4dan kami bor. Savdosi bo'lmadimi hali aka? Savdo bo'lyapti aka. 3 million 450 mingdan so'rashyapti aka. 3 million 450 mingdan yo'q. Mana 3 million 600 dan bo'lsa beraveramiz. 3 million 600 dan bo'lsa beramiz deyapti akamiz. Mana gap yo'q. Qo'zlar rangi ro'yi. Bu yoq sal pastroq, bu yoq sal balandroq ekan. Aka, bormi bu yana shunaqa sariqlardan? Bor, xudo xolasa topilar. Nechi puldan qilib beramiz? Bozordan arzon qilamizmi yo'qmi? Aka, ochiqroq Arzon gaplashaylik. beramiz aka bozorda. Manzil? G'uzor. G'uzor do'stlar. Nomer aytingchi aka, nomer qoldirib ketaylik. Do'stlar, nomer qoldiramiz 77 bilan 311 0105 raqamlariga chiqasiz. Mana shu qizil sariq qo'zlarga qiziqadiganlar mana shu akamizga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Do'stlar, endi mana bu sog'liqlar tomoniga o'taylik. Sog'liqlarning bahosini so'raymiz hozir, xudo xolasa. Sog'liqlar. Qaysi so'ralyapti ekan? Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Sog'liqlar bahosi nechi pul bo'lyapti? 7. Bu qaysini so'rayapsiz? Qarab turibsizmi hozir? Chiroqchi 7 tomli qo'ylari do'stlar. Aka, nechtadan tuqqan bular? Birinchi, ikkinchi qorin qo'ylarimiz do'stlar mana. Ha. Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka birontasini? Endi xudo xolasa. Ko'ngil qanday aka? Bozorga qaraymiz. Bozorga. Aka, barisi sog'lom garantiya. Izi bormi aka? Izi bormi? 20 ta bor. Yana 20 ta uyda bor deyapti akamiz, xudo xolasa. Mana. Birinchi, ikkinchi tug'im ekan hammasi. Bozorda yengil qilib beramiz, necha puldan qilib bersan bo'ladi aka. Uydan borib olib kelsa, bir piyola choy bersangiz, choy bo'lmasa suv berarsiz. Shunda chalab beramiz. Ha, chalab. Necha pul aka? Necha pul qilib berasiz? Uydagilar buyurasizlar. Video qilib tashlab berasiz, misol. Buni savdosini ko'rsak, uydagini narx. Ha, buni savdosini ko'rsak, uydagi chiqadi. Xo'p aka. Nomer aytingchi, nomer qoldirib ketamiz do'stlar. Qiziqqanlar, shunaqa yosh qo'ylarga 77 bilan 629 98 99 ha. Mana shu akamiz chiqaverasiz. Bozoringiz bersin aka. Do'stlar, mana bu tomonda sog'liqlarni so'raymiz. Aka, assalomu alaykum. Sog'liqlar bahosi nechi pul bo'lyapti aka? 8,5 dan. O, mana do'stlar. Bahoni qaranglar. 8,5. Aka, nechtadan tuqqan bular?
İki tuqqan qo'ylarimiz. Birinchi tug'um ham bor, ha? Birinchi tug'um ham bor ekan do'stlar. Hammasi. Aka, bug'ozmi bular qanday? Qochganmi? Ikkita bolalisi ham bor. Oldi tuqqan deyapti akamiz, mana. Qolganlar bug'oz deyapti. Qani? Yelin, ha, yelin qo'zg'ab qolgan do'stlar. Yelin qo'zg'ab qolgan ekan. Aka, necha puldan bitadi? Bormi bunlarda? Bor ha. Ko'ngil ochib gapiravering oxirini. Sizniki tirikchilik bilsam. 7,5 bo'lsa beramiz. Oxir. Uydan. Ha. Bundan kam bo'lmaydi. 7,5 bo'yicha dastavkasi ichidami aka? Dastavkasi ichida deyapti akamiz. Uydagilar ham shunaqami aka? Uydagilar ham shunday deyapti. Mana 7,5 dan bo'lsa respublika bo'yicha dastavka qilib beramiz deyapti akamiz. Qiziqqanlar chiqamiz mana shunaqa qo'ylar. Aka, nomer ayting-chi. 99 bilan 242 1806 1806 raqamlarga mana shu akamizga chiqasiz. Aka, manzil G'uzor. G'uzoringiz bersin aka, charchamang. Xo'p. Men qamoqda sog'liqlarni so'raylik. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Nech bilyapsiz bular? Nech bilyapsiz? Bularni bir joyga 7,5 dan bir joyga baho qo'yapsizmi? Mana do'stlar. 7,5 dan bir joyga bahosi 4 ish qo'ylarimiz. So'rashyaptimi yo'qmi? Bir joygami? Nechi bosh bu yerda? 30 ta. 30 bosh, 7 dan bir joyga yo'q. Bular qochganmi? Bug'ozmi, aniqmi? Qo'chqordan chiqib ketgan. Qo'chqordan chiqib keldi deyapti hozir. Jangal gapiraman men. Mana. Qaysini so'radingiz aka siz? Qaysini so'rabsiz aka? Mart kerak. Bo'ldi aka, mart. Ko'zalni sataman 8,5 million yakkaga misol. Mayli. Ikkalasini ham sug'urtib almashtirib mashqamat. Biz bular mana ular sug'urtidan emas bu. Qaysini so'rayapti tog'a bu kishi? Mana ikkalasinimi? Ikkala. Ha, ikkita qizil so'rayapti. Necha pul so'radi? 7 dan so'rayapsiz, ha? Ikkalasi 14 millionga hozir jazman savdosi yo'q. O'zimni addelni sotsam 8,5 sotaman deb ekan. Gap yo'q. Bormi tog'a bulardan? Bormi bulardan? Qo'chqordan chiqib ketgan qo'yma. Qo'chqordan chiqqan deyapti tog'amiz. Nomer ayting tog'a. Ayting nomerni. Nomer 99lik 120 85 99lik 120 85 38. Mana shu tog'amizga chiqaverasiz. Bozoringiz bersin aka. Charchamang. Xo'p. Nech pul so'radingiz aka? Endimi? Hali tayyorlayapsizmi? Ikki yo'q. Bozorlaringizning 6 bahosi ekan. Xo'p, do'stlar. Yuraylikchi, mana sog'liqlarni so'raymiz. Aka, nech puldan bo'lyapti sog'liq? bular aka 9 dan deyapmiz aka. 9 dan bor. Soq chori do'stlar, mana qo'ylarimiz ko'ring. 4 ish ko'p ekan. Bo'y baslari baland ekan. Qo'chqordan chiqqanmi bular? Qo'chqordan chiqqan aka 3 oylikdan bo'g'oz aka bular. Mana qo'g'ani bor aka, mana. Tushuna ko'ring aka, mana. Mana qo'zisi aka. Mana do'stlar, bu tomonda 4 ta qizili ham bor ekan. Savdosi bo'ldimi birontasini? 9 vashi baland narxi baland lekin 8 dan so'rayapti aka. Bir joyga aka. 78 dan bir joyga yo'q. Mana. Qo'ylarimiz bo'y basi baland ekan degan. 4 ta tuqqanda. 4 ta tuqqan. Oldi 4 ta tuqqan ekanda. Bozoringizni bersin. Xo'p. Bormi? Narxni baland qo'yapsiz. Bir chiroyli narx qo'ysangiz ekan, men siz nomeringizni qoldirsin. Yozin 95lik. Yo'q, narxni baland qo'yapsiz deyman. Narx aka bu zo'r qo'ydi aka. Qarang, siz bozor emas, hozir men sizdan nomer olsam bozor emasman men. Realni bo'lgan narsa. Qochiradigan 8 milliondan so'rayapti aka. Aka, men uyingizdan borib bir piyola choy bersangiz, choy bo'lmasa suv ichib ketadi, o'shani so'rayapman. Bozorni qo'ying. Men hozir bu yerdagi kechgacha hozir obedgacha sotib yuborsangiz, bu qo'yni qayerdan topib berasiz? Uyimda yana bor. Ana shu uyingizdagini so'rayapman. Uyimda izimda bor yana. Xo'p, 100 ta bor yana. 100 ta bor. Davomi bor ekan, 100 dona. 12 ta o'lyapti Vipol aka. Hech Dastavkasi. pul qilib beramiz aka. Ochiq gapiring. 78 dan olib borib beramiz aka. 78 dan 75 dan bo'lmaydimi aka? 73 dan kam qoladi aka. Kelishamiz ham yana aka. 78 emas sizlar, menga yo'qmanda narxi aka. To'g'ri. 76 dan bo'lib borib beraman aka. 75 dan uyingizdan olib ketsin. Nima dedingiz? Bo'ldi, rozi. Gap yo'q. Do'stlar, akamizga telefon qilasizlar, nomer qoldiramiz, videolarni tashlab berasiz aka.
Mana shunaqa bo'yi baland qo'ylarni ko'rasizlar. Aka bo'ynigacha qo'ydik, narxini aytildi hozir. Aka nomerni ayting. 95 lira. 95 bilan 85 285 1494. 1494 raqamlarga chiqaverasizlar do'stlar. Mana narxi yuqorida aytilganda, mana shunaqa qo'ylar dedi uyda ham. Bemalol videosini Telegramdan tashlab beraveradi akamiz. Aka bozoringizni bersin, charchamang. Xo'p. Ketdik. Bu tomondagilarni so'raylikchi. Aka assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti bular? Nech pul savdo bo'lyapti? Tog'alar yaxshimisizlar? Bosing aka. Bir joyga. Bir joyga bosing. Nechi bosh? 12 dan. 17? 12. 12 bosh 37 dan berilmayapti. 37 dan mana bir joyga. 37 dan bir joyga yo'q. Ko'ring. Bahosi qanday bo'lyapti o'zi? Ko'ngilni ochdingizmi yo'qmi? Falon so'm bo'lsa oling dedingizmi yo'qmi? Aytganimiz yo'q, bor. Pasaytib qo'yaman deb. Mana do'stlar, 37 dan yo'q. Akani ham 4 ga chiqish niyati yo'qmi deyman-da, yana ham bilmadim-da. Ketayali. Ko'raveringlar. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum, akalar yaxshimisizlar? Nech pul deyapsizlar sog'liqda? 8,5 dan bahosi do'stlar, mana sog'liqlarimiz. Nechtadan tuqqan aka? 2 ta, 3 ta qorin tuqqan ekan do'stlar. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi? Hozir ketdi. Narxi lekin baland. Bozorlaringiz bersin aka. Xo'p. Yuraylikchi mana. Assalomu alaykum. Qaysini so'radingiz aka? Mana barram. Nech pul so'rayapsiz? 3 million 150 ming. Qo'chqor urg'ochi? Qo'chqor. Qo'chqorcha 3 million 150 ming so'mga mana. Mana. 3 million 150 mingga so'ralyapti. Aka bahoni nechi qo'ygansiz? 3,5 deyapti. 3,5 bahosi 3 million 150 ming. Siz kommentariya yozib qo'yaveramiz mana. Shirvoschamiz. Gapi chiroyli ekan. Bozoringiz bersin. Aka bittaga. Mana so'raylik. Tog'a qo'chqorlarning bahosini qanday qo'yapsiz? Qaysi? Kim? Ipshlaganmi? Mana do'stlar, qo'chqorlarning bahosini so'raymiz. Shishakmi deyman. Aka bahosi qanday bo'lyapti qo'chqorlarni? 6 dan deyapti. 6 dan nech puldan so'rayapti akalar? Nechtasini? Bir joyga hammasini 5 dan yo'q mana. Savdosi bo'lyapti 6 dan bahosi do'stlar. Shishakmi aka hammasi? Qo'zi tishdami? Qo'zi tishlar ekan do'stlar mana. Ko'raveramiz. 5 dan berilmayapti, 6 dan baho qo'yilyapti. Demak, o'rtalariga savdo bo'lsa, talash bo'lsa olyapti. Xo'p, bozorlaringiz bersin. Hurmatli do'stlar, shuning bilan Qarshi Karvon bozoridagi qo'y-qo'zlar narxlarini tanishtirib o'tdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yamiz.